Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, vatandoshlar, bizlarning kuzatuvchi obunachilarimiz. Bugungi obyektimiz ham tugatib oldik. Buxoro Qorako'ldamiz. Bitta 10lik, bitta 7lik, yana bitta 10lik, bitta 7lik. Shu xullas bu xona kattaroq, 50 tonna, bu tonna 35, bu xona 35 tonna, 40 tonna, yana bitta 50 tonna, 55 tonna, yana 35-40 tonnalik xona. Hop, motorlarimizga keladigan bo'lsak, tok yanada yaxshiroq ekonom qilishlik uchun bu xonani tokdan yutdim aka, yana kishilar kattalashtiraylik, yana tokdan ekonom qilaylik dedik. 80 tonna yukka birinchi oyga 2 million, qolgan oylarga 1 million so'm, 700 ming so'm tok rasxod qilibdi. Razzoqulimiz. Hop. Bu birinchi motor, bu 2, bu uchinchi motorimiz. Bu to'rtinchi motorimiz. Bu koridorimiz 2 ga 4. Bu xonamiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga 4. Aralik 3 metr. Bu havuzlar ko'rinmayapti shekilli. Havo muzlayotibdi. Bu eski sferitilimdayız. Eski harorat shu zo'ralik yil o'lmamagan, lekin yuklar kiryapti. O'chirib qo'yar yana. Bu ikkinchi xonamiz. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ga 4. Balandligi 3 metr. Sferitilimuz. Sferitilam nerjavekili bo'ldi, kelin xabarlari yo'q. Chiramaydigan, zanglamaydigan nerjavekili bo'lgan, Ro'zoqul. Ha, shunaqa Zo'r bo'ldi. Ha. Bo'ldi. Bu katta xonamiz. Bu ham 8 ga 4, balandligi 3 metr. Bu ham nerjavekili bo'ldi. Mana shu xonada tokda ekonom qildim aka. Kattalashtirama yana ekonom qilay deb. Bu yerdagi 7likni oxiriga qo'ydik, bu yerga 10lik bo'ldi. Usilet qildik 10lik. Bu ikkinchi xonamiz. Bu 7lik. Bu sag'zini tiqib o'tishibdi. Sag'iz avjida bergan xudo xolisi 40 tonnadan ko'p tiqverishadi. Biz 30 tonnaga mo'ljallagan. Yo aka. O'zini to'xtatib bizdan ham tushaylik. Ha, Buxorolik Qorako'l akalarimiz avjida xudo xolis barakasini bersin aka bu yil. Halatinda yaxshimi, zo'rmi? O'tgan yil zo'r turdi xudo xolisi. Bu yil ham zo'r tursa, duo qilib tursan aka. Rahmat. Xizmatda kelamiz, doim xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar, ketgan vaqtingizga rozi bo'lsinlar. Hammaga rahmat. Klientlar ham minnatdor, bizdan xursand. Klientlar yaxshi daromad ko'rsa, motorlar buzilma ishlar bersa, biz ham xotirjam dam olib, uyimizni hozir qilib uxlab, klient ishi bitsa biz xursand. Hammaga rahmat. Kutib qolamiz, xizmatdamiz. Aloqaga chiqaverasizlar.